Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Mana bizning ikkinchi darvozamizni Mo'min tandirdan o'tgandan keyin qo'ydik. Mana ko'rib baho berasizlar ishimizga. Juda chiroyli bo'ldi. Razmerlarimiz 3,5 ga 380, hardamga 1 lis. Profillarimiz 6 ga 4, 2 ga 1. Yopilishlari, hozir ichki taraflarini ko'rsataman. Obuna bo'lib qo'yamiz. Yurakchani qizartib qurib qo'yamiz. Yoqqan bo'lsa, mana ko'rib baho beringizlar. Juda chiroyli bo'ldi. Taylari bilan moshinaga bildirdik. Mana betonlariga ham ikkitadan juda chiroyli bo'ldi. Yo'qchilik yo'qishlari, cho'g'lar hammasini qo'yildik. Kimga yoqqan bo'lsa, like bosib, qani 1000 ta like bo'larmikan shu darvozamiz. Ustalar qo'llab-quvvatlaymiz. Kattakon rahmat. Yurakchani qizartirib qo'yib, kommentariyaga narx so'zini yozsalaringiz, narxini biz sizga batafsil tushuntirib beramiz. E'tiborli uchun rahmat, kattakon rahmat qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Ko'rib baho berasiz.